Insonlar ikki turga bo'linadi. Birinchi turdagi insonlar o'ziga ishonadigan, ikkinchi turdagi insonlar o'ziga ishonchi past bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, menga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz, o'sha turdagi odamlar hayotda nimalarga erishadi, men sizlarga bittalab aytib beraman. O'ziga ishonch past, o'ziga past baho beradigan insonlar har doim qoloq, hech kim oldida o'zini hurmatini qozona olmagan, yil davomida hech narsaga erisha olmagan, faqat boshqalarning hayotiga havas qilib yuradigan, bunaqa qilsam hamma gapiradi, hamma ustimdan kuladi, o'ziga ishonmaydigan yalqov odamlar hisoblanadi. O'ziga ishonchi baland insonlar o'zligini boricha ko'rsatadi. O'zligidan hech qachon uyalishmaydi. Qo'lidan keladigan kichkina narsani ham harakat qilib katta narsaga aylantirishadi. Ular hech qachon odamlar nima deydi deb emas, odamlarga natijasini ko'rsatishadi. Bu video ham sizlarga ozgina motivatsiya bergan bo'lsa, juda ham xursand bo'ldim. Siz ham shunaqa narsalar yasashga qiziqsangiz, birinchi martgacha bo'ladigan skidkadagi 30 minglik kursimga taklif qilaman. Bu kursda siz noldan diademalar yasashni o'rganib, daromadga chiqib bemalol o'zingiz eplay olasiz. Yozilish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldiring, o'zim sizga aloqaga chiqaman.